Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz ta'lim muassasalari va uning personali deb nomlanadi. Ushbu mavzu maktabda personalni boshqarish fani doirasida o'tiladigan asosiy mavzularimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu mavzuni yoritib berishda quyidagi rejalardan foydalanishni maqsad qilib hisobladik. Ya'ni bugungi darsimizda aynan ikkita reja asosida ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Birinchi rejamiz ta'lim turlari. Ikkinchi rejamiz ta'lim tashkiloti ishchi xizmatchilari va ularning faoliyati, lavozim majburiyatlari deb hisoblanadi. Ayni mana shu birinchi rejamizda ham, ikkinchi rejamizda ham ta'lim tashkilotlarining faoliyati yoki bo'lmasam shu mavzu bilan bog'liq bo'lgan tayanch tushunchalar mavjud. Ta'lim turlari rejamizga tegishli bo'lgan quyidagi tushunchalar ham mavjud bo'lib hisoblanadi. Bular: maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish va maktabdan tashqari ta'lim shakllari, tushunchalarining mazmun mohiyyatlari hisoblanadi. Ta'lim turlarining mazmunini ochib berishda quyidagi tushunchalarning ustuvor jihatlari ham aynan mavzuni yoritib berishda muhim tushunchalar bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi rejamizdagi muhim xususiyatlardan biri bularning asosiy tayanch tushunchalari bo'lib hisoblanadi. Bu tushunchalar quyidagi jumlalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ta'lim tashkilotlari ishchi xizmatchilari va ularning faoliyati, lavozim majburiyatlari tushunchalarini o'z ichiga qamrab olgan holda maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim kadrlar tuzilmasi va ularning faoliyati haqida ma'lumotlarimizni davom ettiramiz. Umumiy ma'noda mana shu maktabda personalni boshqarish fani doirasida ta'lim muassasalari va uning personali xususida fikr borar ekan, albatta bu mavzuning dolzarbligi, uning ahamiyati yoki bo'lmasam uning maqsadi, vazifalari ham muhim hisoblanadi. Ta'lim muassasalari va uning personali jamiyat taraqqiyotiga alohida ahamiyatga ega bo'lgan tuzilmalardan biri hisoblanadi. Ta'lim insonning, individning rivojlanishi, jamiyatning yoki bo'lmasam umumiy farovonlikni ta'minlashni o'z oldiga asosiy vositalardan biri sifatida oldinga qo'yilgan maqsadlar uchun harakat dasturi sifatida biladi. Har bir demak mamlakatning madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyati yoki bo'lmasam avvalo uning ta'lim tizimi va ushbu tizimda faoliyat yurituvchi xodimlar, bilim, ularning malakasi, ko'nikmasi, kasbiy kompetentligi yoki bo'lmasam shu bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalar ayni mana shu mavzuni ochib berishdagi eng muhim tushunchalarni o'z atrofida jamlashtiradi. Ya'ni ta'lim muassasalari va uning personalida mavzu doirasidagi ma'lumotlarimizni ketma-ketligini boshlaymiz. Aynan quyidagi tushunchalar shu mavzuni ochib berishdagi asosiy vositalar bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim muassasasi tushunchasiga alohida to'xtalib o'tishni maqsad deb bildik. Ya'ni bu ta'lim muassasasi deganimizda aynan ta'lim xizmatlarini amalga oshiruvchi yoki taqdim etuvchi tashkilot bo'lib, uning asosiy maqsadi fuqarolarning bilim, ko'nikma hamda kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Ta'lim muassasalarining turlari ham juda ko'p. Ya'ni qaysidir ma'noda bu davlat ta'lim muassasalari yoki bo'lmasam nodavlat ta'lim muassasalari ham bo'lishligi mumkin. Davlat ta'lim muassasalarining umumiy ma'noda ayni davlat mahalliy yoki bo'lmasam boshqaruv organlari tomonidan davlat mulki bo'lgan yoki bo'lmasam mol mulki negizida tashkil etilgan davlat ta'lim standartlariga va davlat ta'lim talablariga muvofiq ta'lim beradigan muassasa bo'lib hisoblanadi. Umumiy ma'noda mana shu tushunchalarni umumiy o'zida aks ettiradigan yagona bir tushuncha ham mavjud bo'lib, davlat ta'lim standartlari degan ma'noni kasb etadi. Davlat ta'lim tashkilotlarining barchasi bu bog'chalar, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlari yoki bo'lmasam umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari yoki bo'lmasam bundan keyingi oliy ta'lim, undan keyingi ta'lim shakllarida ham aynan davlat ta'lim standartlari tushunchasining mazmuni va uning mohiyati muhim va dolzarb hisoblanadi. Davlat ta'lim standarti bu davlat tomonidan ta'limning mazmuni va sifatiga nisbatan belgilanadigan talablar majmui bo'lib hisoblanadi. Ushbu endi talablar majmuiga qisqacha agar fikrimiz davomida ma'lumotlar sifatida aytadigan bo'lsak, aynan davlat ta'lim standartlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun alohida davlat ta'lim standartlari, umumiy o'rta ta'lim tizimi uchun alohida davlat ta'lim standartlari yoki bo'lmasam oliy ta'lim tashkilotlari va kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash tizimi uchun alohida davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Davlat ta'lim talablari ham mavjud bo'lib, bu talablar davlat ta'lim standartlarida va boshqa me'yoriy hujjatlarda o'z aksini topadi. Ya'ni aynan shu talablarning muhimligi, afzalligi, dolzarbligi albatta ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilotlarning muhim ustuvor yo'nalishlari bo'lib xizmat qiladi. Davlat ta'lim talablari ta'limning
tuzilmasiga, mazmuniga va uni amalga oshirish shart-sharoitlariga, shuningdek ta'lim oluvchilarning yoki bo'lmasam jismoniy, shaxsiy, intellektual, ilmiy hamda kasbiy sifatlariga qo'yiladigan majburiy talablar majmui hisoblanadi. Ayni davlat ta'lim standartlarida ham, davlat ta'lim talablarida ham ayni mana shu narsalar eng muhim xususiyatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bilim, malaka, ko'nikma hamda kompetensiya tushunchalari ham ta'lim tashkilotlaridagi eng muhim tushunchalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayni mana shu tushunchalarning mazmun mohiyati ta'lim tashkilotlarida ishlayotgan ishchi xizmatchilarning o'z oldiga qo'yilgan lavozimi, ularning majburiyatlari, malakasi va talablarida ham aks etganligini ko'rishligimiz mumkin. Sababiki ta'lim berayotgan ishchi xizmatchilar albatta malakaga, bilimga hamda ko'nikmaga ega bo'lishligi talab etiladi. Malaka o'z navbatida shaxsning kasbiy faoliyatidagi muayyan yoki bo'lmasam bajarishga tayyorgarligi yoki bo'lmasam shu bilan bog'liq bo'lgan bilim, qobiliyati, mahorati va ko'nikmalar darajasini o'zida mujassamlashtiradigan tushunchalar majmui bo'lib hisoblanadi. Mutaxassislik yoki bo'lmasam boshqa ta'lim tashkilotlari bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalarda ham ayni mana shu ta'lim muassasalari va uning personali mavzusi doirasida ma'lumotlar davom etishligi mumkin hisoblanadi. Ta'lim tashkilotlarining davlat ta'lim tashkilotlari hamda nodavlat ta'lim tashkilotlari shakllarini ko'rib chiqishligimiz mumkin. Davlat ta'lim tashkilotlari bu albatta ta'limni davlat byudjeti hisobi mablag'lardan yoki bo'lmasam davlat byudjet pul mablag'lari hisobidan faoliyati tashkil etiladigan davlat ta'lim shakllari mavjud bo'ladi. Yoki bo'lmasam bundan tashqari nodavlat ta'lim tashkilotlari ham mavjud bo'lib, ularni biz ajratishligimiz mumkin. Davlat xususiy sherikchiligi asosida yoki bo'lmasam davlat xususiy sherikchiligidan farqli ravishda xususiy kapitallar yoki bo'lmasam pul mablag'lari hisobiga shakllantirilgan ta'lim tashkilotlarini ham ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Nodavlat ta'lim tashkiloti davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablari, o'quv dasturlariga muvofiq ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish huquqi beradigan litsenziya asosida yoki xabardor qilish tartibida ta'lim xizmati ko'rsatuvchi yuridik shaxs hisoblanadi. Endi mana shu nodavlat ta'lim tashkilotlarida ham bevosita jamoalar, mehnat demak faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar bevosita o'zining lavozimi, majburiyatlari va talablari asosida faoliyat yuritishligi belgilab berilgan. Davlat tashkilotlarida ham, nodavlat tashkilotlarda ham umuman ta'lim xizmat ko'rsatuvchi barcha tuzilmalarning deyarli barchasida personal, ya'ni ishchi xizmatchilar faoliyati muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Ta'lim olish huquqi ham davlat tomonidan kafolatlanadi. Ayni mana shu ta'lim olish huquqini bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hamda O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunida yoki bo'lmasam boshqa normativ huquqiy hujjatlarning deyarli barchasida ta'lim olish tushunchasiga yoki bo'lmasam uning olish huquqi bilan bog'liq bo'lgan barcha ahamiyatga molik bo'lgan jihatlarga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan ta'lim olish huquqi bu jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi yoki bo'lmasam ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar har bir shaxsga ta'lim olish huquqi kafolatlanganligi yoki bo'lmasam chet ellik fuqarolar O'zbekiston Respublikasi hududida xalqaro shartnomalar va qonunlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida ta'lim olishga haqli ekanligi ham qoida sifatida kiritilgan. Endi bu bevosita ta'lim olish huquqini yosh bilan, jins bilan, irq bilan yoki millati yoki ijtimoiy kelib chiqishi bilan bog'liqlik holatlari ham juda ko'p muammoli holatlarga sabab bo'lishligi inobatga olingan holda ta'lim olish huquqi barchaga birdek kafolatlanishi belgilab berilgan va shu o'rinda ta'lim olishni va ta'lim berishni nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki chet ellik fuqarolar ham shu hududimizda ta'lim tashkilotlarida ishlash va unda faoliyat yuritish, lavozim majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni amalga oshirishligi belgilab o'tiladi. Ta'lim olish huquqining davlat tomonidan kafolatlanganligi ham eng muhim bir xususiyatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda alohida tuzilmalar, maktab ya'ni umumiy o'rta ta'lim tizimida alohida tuzilmalar yoki bo'lmasam oliy ta'lim va undan keyingi ta'lim shakllarida ham bevosita mana shunday tushunchalarda ta'lim olish huquqi kafolatlanganligi va bevosita unda ishtirok etayotgan shaxslarning huquqiy maqomlari aks ettirilganligi muhim xususiyat kasb etadi. Ta'lim tizimlarida ham yoki bo'lmasam umumiy ma'noda rejaning mazmunidan kelib chiqqan holda ta'lim turlari ham quyidagi xususiyatlarga bo'lingan holda fikrimizda davom ettiramiz. Ya'ni ta'lim turlari quyidagilar: maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish,
maktabdan tashqari ta'lim. Yuqorida qayd etilgan barcha demak ta'lim turlarida bevosita ta'lim oluvchilar hamda unda ta'lim berayotgan shaxslar, ya'ni jamoa, personal faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, quyidagi tushunchalarga alohida to'xtalib o'tishni maqsad deb bildik. Sababiki ta'lim turlarining har biri alohida tushuncha va alohida yo'nalish, alohida davlat ta'lim standartlariga muvofiq tashkil etilganligi va bu tashkil etilish o'ziga xos xususiyatlar bilan namoyon bo'lishligini ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasi, demak, bolalarni bevosita yosh doirasidan kelib chiqib davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bizga ma'lumki 3 yoshdan boshlab qabul qilinishligi va 7 yoshga qadar, ya'ni umumiy o'rta ta'limga chiqqunga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida demak qamrab oluvchi tashkilot sifatida bilamiz. Bevosita maktabgacha ta'lim va tarbiya, boshlang'ich o'qitish va tarbiyalash yoki bo'lmasam ularda intellektual, ma'naviy, axloqiy, etik, estetik, jismoniy jihatdan rivojlanishga yoki bo'lmasam shuningdek bolalarning umumiy o'rta ta'limga tayyorlanishiga qaratilgan ta'lim turi hisoblanadi. Ya'ni bevosita qaysi ma'noda maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarning ta'lim tarbiyasi, axloqiy jihatlari va bevosita ularning ruhiy kamolati bilan bog'liq bo'lgan tushunchalarni o'z ichiga olgan holda maktabga tayyorlab berish va bevosita maktab uchun qoidabor vazifasini bajarish bevosita ahamiyat kasb etadigan tushuncha bo'lib hisoblanadi. Endi maktabgacha ta'lim tashkiloti yosh doirasidan kelib chiqqan holda unda xizmat ko'rsatayotgan ishchi xizmatchilar, texnik xizmatchilar va boshqa tuzilmadagi kasb bilan bog'liq bo'lgan soha vakillari bevosita ta'lim olayotgan shaxslarga bevosita vatanparvarlik yoki bo'lmasam ularning ruhiy, axloqiy jihatlariga e'tibor bergan holda qiziqishlari, ko'nikmalari va ularning xohishidan kelib chiqqan holda barcha tushunchalarni o'rgatishligi talab etiladi. Bevosita mana shu maktabgacha ta'lim tizimining eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lib hisoblanadi va albatta bu maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z navbatida tayyorlov guruhlarini ham ochishligi belgilangan. Ya'ni bu tayyorlov guruhlarida o'ziga munosib ravishda katta guruhlar nomini oladi. Ya'ni bu katta guruhlarda bevosita maktabga chiqish yoshidagi bo'lgan bolalar qatnashishligi yoki bo'lmasam unda ishtirok etishligi belgilanadi. Endi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bevosita turlari ham mavjud bo'lib, bular quyidagilar: davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, davlat xususiy sherikchiligi asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda oilaviy bog'chalar ko'rinishida ko'rishligimiz mumkin. Bularning har biri demak davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Sababki ular davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin bevosita yuqorida biz fikrimizda aytib o'tdikki, ya'ni davlat ta'lim standarti bo'yicha faoliyat yuritishligi belgilab beriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan keyingi ta'lim shakli bu umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tushunchalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni umumiy o'rta ta'lim tizimida aynan quyidagi jarayonlar o'z ifodasini topadi. Umumiy o'rta ta'lim tizimi bugungi kunda 1-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan yoshlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni sinflar kesimi va yosh doirasidan farqli ravishda ularning o'zlashtirganlik ko'rsatkichlari muhim hisoblanadi va albatta 1-11-sinflar umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tizimini qamrab olishligi belgilanadi. Bevosita umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari 1-sinfga demak qabul qilgan 7 yoshdan boshlab, ya'ni o'sha yili maktabga chiqayotgan bolalar 7 yoshga kirgan taqdirda maktabga qabul qilinishligi belgilanadi. Bular boshlang'ich ta'limga 1-4-sinflarga, o'rta ta'limga 5-8-sinflarda va yuqori ta'lim shakli hisoblangan demak ta'lim turiga esa 10-11-sinflarda qamrab olinishligi belgilanadi. Ta'lim turi O'zbekistonda majburiy hisoblanadiki, bu majburiy ta'lim faqatgina maktablargagina xos hisoblanadi. Ya'ni qaysi maktablarda ta'lim olayotgan shaxslar bevosita ta'lim turini demak tanlashligi va bu ta'lim turida yo o'rta ta'limni yoki professional ta'limga bog'liqlik holatda ta'lim olishligi belgilanishligi kerak. Ya'ni bu qaysidir ma'noda 9-sinfgacha bo'lgan holatda uning o'zlashtirishi, ko'rsatkichlari va bilim, malaka darajalarining muhim ahamiyatga egalikligi ahamiyatli hisoblanadi va bevosita 9-sinfdan keyingi tanlov ham muhim ahamiyatga ega. Ya'ni bu narsa professional ta'limni tanlash bilan belgilanadi. Ya'ni bolalar 1-sinfdan 9-sinfgacha o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan taqdirda 10-11-sinfni o'qimasdan turib boshqa demak kasb-hunar maktablari, texnikumlar, kollejlar, litseylar va boshqa ta'limning turlarini tanlash imkoniyatlari beriladi. Bu ham bo'lsa majburiy tusga ega bo'lib, bevosita O'zbekistonda ta'lim 11 yillik majburiy amalga oshirishligi belgilanadi. Bevosita ana endi biz professional ta'lim shakllarining
ayrim turlarga to'xtalib o'tamiz. Bu professional ta'limning eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lib, professional ta'lim ham quyidagi bosqichlarga bo'linadi. Boshlang'ich professional ta'lim, o'rta professional ta'lim hamda o'rta maxsus professional ta'lim shakllari mavjud. Boshlang'ich, o'rta professional ta'lim shakllarining deyarli barchasida ta'lim olish majburiyligi, ularning sohasi, yo'nalishi, qiziqish doirasi va boshqa sohalarga ixtisoslashganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni professional ta'limda maktabdan tashqari holatda ular borishligi va u yerda kasb, hunar masalasiga alohida e'tibor qaratilishligi muhim hisoblanadi. Maktab bilan professional ta'limning o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ham bevosita mana shu joylarda o'z ifodasini topadi. Maktabda bolalar fanga doir bilimlarni nazariy jihatdan olganligi, fan doirasida berilayotgan ma'lumotlarni o'rganganligi muhim hisoblanadigan bo'lsa, professional ta'limda esa mana shu tushunchalarni amalda qo'llash yoki bo'lmasam ular bilan bog'liq bo'lgan masalalarni qaysidir ma'noda case'lar, muammoli holatlar, vaziyatlarni tahlil qilishligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz yuqorida sanab o'tgan professional ta'limning shakllarida, ya'ni boshlang'ich professional ta'lim, o'rta professional ta'lim yoki o'rta maxsus professional ta'limda ham bevosita mana shu tushunchalarga alohida urg'u qaratiladi. Oliy ta'lim quyidagi tushunchalardan biz farqli ravishda ta'limning turlari negizida yuqoriroq pog'onaga ega bo'lgan oliy ta'lim shaklida ma'lumotlarimizni davom ettiramiz. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash, oliy ta'lim tashkilotlarida yoki bo'lmasam universitetlarda, akademiyalarda, institutlarda, oliy maktablarda va boshqa joylarda amalga oshirishligi mumkin hisoblanadi. Bugungi kunda oliy ta'limga kimlar topshirishi yoki bo'lmasam kirishligi mumkin, u ta'lim xizmatidan kimlar foydalanishi mumkin degan savol tug'ilishligi mumkin. Endi tabiiyki mana shu savolimizga javob quyidagicha bo'ladiki, qaysidir ma'noda umumiy o'rta maxsus ta'limga ega bo'lgan shaxs, ya'ni maktabni 11 yillik ta'limini olgan inson maktabni bitirgandan keyin oliy ta'limning shaklini birorta bir turni universitet, institut, akademiya va boshqa turlarni tanlash imkoniyati beriladi. Bundan tashqari bizda quyidagi ta'lim shakllari ham mavjud bo'lib, kasb-hunar kollejlari, litseylar, yuqorida qayd etdik, ya'ni professional ta'lim tashkilot ishtirokchilari ham oliy ta'limga kirishligi va ta'lim xizmatlaridan foydalanishligi mumkin hisoblanadi. Bevosita mana shu ta'lim shakllarida deyarli barchasida maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim deyarli barchasida ta'lim davlat tomonidan kafolatlanishligi va bu jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishdan farqli ravishda barchaga birdek ahamiyatga ega bo'lgan tushunchalarning o'rgatilishligi maqsad qilib hisoblanadi. Bevosita mana shu ta'lim shaklarini bevosita amalga oshiradigan xizmatchilar, ishchi xizmatchilar, ularning lavozimi, kasb majburiyatlari va lavozim bilan bog'liq bo'lgan barcha jihatlari eng muhim xususiyatlarni o'z ichida qamrab olishligi kerak hisoblanadi. Oliy ta'lim 2 bosqichdan iborat hisoblanadi. Bu bosqichlar bakalavriat va magistratura bosqichlari hisoblanadi. Bakalavriat ta'lim turi bu bevosita ta'lim oluvchilarga 3 yildan kam bo'lmagan muddatda ta'lim olishini kafolatlanadigan ta'lim turi bo'lib hisoblanadi. Magistratura bosqichi esa o'z navbatida magistratura kamida 1 yillik, demak, davrni o'z ichiga olishligi belgilanishligi kerak. Umumiy ma'noda 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik bakalavriat yo'nalishi yoki bo'lmasam 1 yillik, 2 yillik ko'rinishdagi magistratura bosqichlari bugungi kundagi davlat ta'lim standartlariga muvofiq daraja olishlik uchun eng muhim tushunchalar bo'lib hisoblanadi. Oliy ta'lim bevosita boyagi tushunchalarimizni davomida endi biz oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakliga ham alohida to'xtalib o'tishligimiz kerak. Bu oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakllarida bevosita oliy ta'limdan keyingi doktorlik dissertatsiyalarini tayyorlash, ularni himoya qilish, maqsadga yoki bo'lmasa mutaxassislikni chuqur o'rganish va ularni ilmiy izlanish olib borish, nazariy tadqiqotlar yoki tayanch doktorantura, mustaqil izlanuvchilik asosida ilmiy darajaga ega ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlashni ta'minlashni o'z ichiga va zimmasiga oladi. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim o'z navbatida boyagi yuqoridagi fikrimiz davomi sifatida mustaqil izlanuvchilik ko'rinishda yoki bo'lmasam doktorantura va tayanch doktorantura ko'rinishlarida amalga oshirishligi mumkin hisoblanadi. Bularning har biri ishdan ajralgan holatda yoki ajralmagan holatda yoki bo'lmasam ish bilan birgalikda olib borishligi mumkin hisoblanadi. Tayanch doktorantura bu falsafa doktori ma'nosida keladiki, ilmiy darajalarni yoki bo'lmasam ilmiy darajaga da'vogar bo'lgan izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holda tashkil etilgan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi. Yoki bo'lmasam doktorantura fan doktori ko'rinishdagi ilmiy
darajaga da'vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holatda yoki bo'lmasam ishlab chiqarishdan ajralgan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi. Mustaqil izlanuvchilik tushunchasi ham mavjud bo'lib, bu mustaqil izlanuvchilik tushunchasi falsafa doktori, ya'ni PhD darajasini olish bilan bog'liq bo'lgan va unga teng bo'lgan tushunchalarni o'z atrofida jamlaydi. Ya'ni pedagog kadrlar ixtisosligi bo'yicha ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanib, bevosita bu ham ishlab chiqarishdan ajralmagan holatda mehnat faoliyati bilan birgalikda uzviy holatda birorta bir fan doirasida mavzu yoki mustaqil tadqiqotchilik ko'rinishida, izlanuvchilik ko'rinishida faoliyat olib borishligi belgilab berilgan hisoblanadi. Bevosita mustaqil izlanuvchilik tushunchasiga da'vogar bo'lgan shaxslar ishlab chiqarishdan ajralmagan holda tashkil etilgan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanishi mumkin deb e'tirof etiladi. Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bu har bir tuzilmada bo'lgani singari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida alohida, o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarida alohida, oliy ta'lim tashkilotlarida, akademiyalarda, universitetlarda alohida ta'lim yo'nalishi va ixtisosligi mutaxassisligidan kelib chiqqan holda kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimlari ishlab chiqilishligi mumkin hisoblanadi. Bugungi kunda vazirliklar va ularning qo'shida tashkil etilgan yoki bo'lmasam ulardan alohida holatda tashkil etilgan malaka oshirish kurslarini ko'rishligimiz mumkin hisoblanadi. Kadrlarni tayyorlash tushunchasida ham bevosita qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish hamda ular bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalar atrofida jamlanadiki, qaysi ma'noda kadrlarni tayyorlanayotganda maktabgacha ta'lim tuzilmasi xodimlari alohida o'quv kurslarini o'tishligi yoki ularning bilimi, malakasi, kasbiy tayyorgarligi, ularning ko'nikmalari baho berilgan holda, ya'ni bular diagnostik testlar yordamida aniqlanadi va ularga alohida ta'lim xizmatlari ko'rsatilib, ularning malakasi har 3 yilda, 5 yilda yoki bo'lmasam bularning alohida tartib qoidalariga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshirishligi belgilanadi. Ya'ni umumiy o'rta ta'lim tizimida ham bugungi kunda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufida kadrlarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. So'nggi yillardagi o'zgarishlarga muvofiq kadrlarning malaka oshirishligi bir haftadan bir oyga o'zgartirilganligi eng muhim xususiyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni qaysi ma'noda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarning kasbiy tayyorgarligi, ularning malakasini oshirishi yoki bo'lmasam kasb bilan bog'liq bo'lgan, ularning malakasini oshirish bilan bog'liq bo'lgan muammoli holatlar, yechimi topish lozim bo'lgan vaziyatlar, ularning yechimi va u bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalarni ushbu malaka oshirish tuzilmalaridagi ishchi xizmatchilar birgalikda ilmiy, texnik yoki bo'lmasam iqtisodiy, siyosiy, falsafiy, huquqiy jihatlarni inobatga olgan holda ularga yechimlar, takliflar, tavsiyalar berishligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bevosita birorta bir maktab rahbariyati va uning kadrlar tuzilmasi bevosita malaka oshirishni o'z oldiga maqsad qiladigan bo'lsa, rasmiy tarzda rasmiylashtirgan holatda buyruq asosida ular bir oyga malaka oshirish kurslariga borishligi belgilanadi va bevosita malaka oshirish kursida o'ziga munosib bo'lgan ixtisoslik va mutaxassislik yo'nalishlardan kelib chiqib ularga darslar hamda qaysi ma'noda vaziyatlar tahlillari o'rgatiladi va ular o'zining ishida keyinchalik qo'llash uchun dastur-ul amal bo'lib hisoblanadi. Maktabdan tashqari ta'lim bu ham eng muhim xususiyatlardan biri, ya'ni bolalarning ehtiyojlari, ularning ehtiyojlarini qondirish, bo'sh vaqtlarini, dam olish kunlarini yoki bo'lmasam dam olish bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlarni inobatga olgan holatda tashkil etilgan ta'lim shakllarining jamlanmasi bo'lib hisoblanadi. Maktabdan tashqari ta'limda bevosita ishtirok etayotgan shaxslar san'at maktablarida yoki bo'lmasam ixtisoslashgan sport maktablarida va boshqa turlarda bevosita u yerga borgan holatda maktabga xalaqit qilmagan holatda, ya'ni ta'sir o'tkazmagan holatda ushbu ta'lim turlaridan, ya'ni tashkilotning faoliyati va tartib qoidalariga zarar yetkazmagan holatda u yerga borib ta'lim olishligi kafolatlanadi va ularning qiziqishlari eng muhim xususiyatga ega. Har bir yuqorida sanab o'tgan, demak, ta'lim tashkilotlarimizning deyarli barchasida ushbu tushunchalar muhim hisoblanadi. Ta'lim turlarining deyarli barchasida ta'lim xizmatida ishtirok etayotgan shaxslar lavozimidan kelib chiqqan holatda majburiyatlar va lavozim majburiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar alohida ahamiyat kasb etadi va bular bevosita maktabgacha ta'lim tizimida ham, umumiy o'rta ta'lim tizimida ham, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash tizimida ham, oliy ta'lim va undan keyingi ta'lim shakllari va maktabdan tashqari ta'lim shakllarida ham
eng muhim xususiyatlardan biri hisoblanadi. Quyidagi ma'nolarni o'z ifodasida, demak, aks ettirgan holatda birinchi rejamizning ma'lumotlari mana shu ma'lumotlardan iborat hisoblanadi. Ikkinchi rejamiz ta'lim tashkiloti ishchi xizmatchilari va ularning faoliyati, lavozim majburiyatlari hisoblanadi va bunda asosiy tayanch tushunchalar ham mavjud. Maktabgacha ta'lim kadrlar tuzilmasi, umumiy o'rta ta'lim kadrlar tuzilmasi, oliy ta'lim kadrlar tuzilmasi va ularning faoliyatiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Har bir tuzilmada ishchi xizmatchilar, ularning lavozim va majburiyatlari alohida belgilab beriladi. Quyida demak keltirilgan ma'lumotlarimizdan birinchisini boshlaymiz, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkiloti kadrlar tuzilmasi va lavozim majburiyatlari. Maktabgacha ta'lim tashkilotida quyidagi shtatlar asosida mehnat faoliyatini shug'ullanuvchi shaxslar mavjud. Bular: maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti, bugungi kunda o'zgartirilgan tartiblarga muvofiq maktabgacha ta'lim direktorining o'rinbosari shtat birligi joriy etilgan. Metodist hamda o'rinbosarlik lavozimlari esa bir ma'noda kelishligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi, psixolog o'qituvchilar, hamshira, xo'jalik mudirlari, bosh oshpaz va texnik xizmatchilar faoliyat yuritadi. Ushbu tuzilmada faoliyat yuritayotgan barcha ishchi xizmatchilar o'ziga belgilangan lavozim, kasb va lavozim majburiyatlarini bajarishligi belgilab qo'yiladi. Ana endi maktabgacha ta'lim tashkiloti va undan yuqori turuvchi ta'lim tashkilotlarining ayrim lavozim majburiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tushunchalarni ketma-ketligini o'rganib olamiz. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori uchun qo'yiladigan talablar mavjud hamda bu talablarga uning staji, mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan kasbi yoki bo'lmasam uning qiziqish, xohishi va doirasidan kelib chiqqan holatda ko'nikmalarga ega bo'lganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining direktori quyidagilarni bilishligi kerak hisoblanadi. Bular quyidagilar: tashkilotning nizomi, ustaviga muvofiq faoliyatni tashkil etishligi va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi qonunlari, qonunchilik tizimlari, boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan barcha normativ huquqiy hujjatlarni bilishligi va uni o'z jamoasida qo'llay olishligi muhim hisoblanadi. Bundan tashqari boshqa tushunchalarni ham o'z ichiga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotining direktorining lavozim majburiyatlariga kiradigan vazifalarni bajarishligi talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbarining malaka talablari kamida bakalavr darajasidagi maktabgacha ta'lim yo'nalishini bitirgan pedagogik ma'lumotga ega bo'lgan shaxs bo'lishligi, oliy ma'lumot darajaga bo'lishligi muhim hisoblanadi va bugungi kunda talab etilyaptiki, maktabgacha ta'lim tizimida ham, maktablarda ham malaka talablariga menejerlik kurslarini bitirganligi va unda sertifikatning mavjud ekanligi ustuvorlik berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Til bilish darajasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishligi va boshqa demak savodxonlik darajalari muhim hisoblanadi va ushbu talablarga javob bergan taqdirdagina maktabgacha ta'lim direktori lavozimiga ega bo'lishligi mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari biz quyida keltirdik, maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim direktorining o'rinbosari, tarbiyachisi, maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi, o'qituvchilari, hamshirasi, xo'jalik mudirlari yoki bo'lmasam bosh oshpaz hamda texnik xizmatchilar ham ayni mana shunday lavozim va malaka talablari yo'riqnomalar asosida mehnat faoliyatini yuritadilar. Bundan keyingi demak ma'lumotlarimiz umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari kadrlar tuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi hisoblanadi. Xususan maktablarda bugungi kunda faoliyat yuritadigan kadrlar tuzilmasida maktab direktori boshchiligida uning o'rinbosarlari faoliyat yuritadi. Bu o'rinbosarlar quyidagilar: o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va bundan tashqari maktabda personal va uning tarkibiy tuzilishi quyidagi tushunchalarni ham o'z ichiga oladi. Maktabda yana lavozim va kasb sohasi bilan bog'liq bo'lgan vakolatga ega bo'lgan shaxslar ham mavjud. Bular: maktabda xo'jalik ishlari mudiri alohida shtat birligi asosida faoliyat yuritadi hamda yoshlar yetakchisi bugungi kunda boyagi jamoatchilik asosida mehnat faoliyatini yuritayotganligini ko'rishimiz mumkin. Kadrlar bo'yicha menejer hamda maktab psixologi yoki bo'lmasam inspektor psixolog shtatlari va bugungi kunda Milliy gvardiya bilan birgalikda ushbu vazifalarga birgalikda ish faoliyatini tashkil etayotganligini ko'rishligimiz mumkin. Maktabda faoliyat yuritayotgan barcha shtat birligi asosida faoliyat yuritayotgan shaxslarning lavozimi, ularning majburiyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabdagi faoliyat yuritayotgan barcha shaxslar davlat ta'lim standartlariga muvofiq
ish tashkil etishligi va bu standartlarni o'z oldiga maqsad qilib jamoa bilan birgalikda bajarishligi talab etiladi. Maktab direktori o'quvchi sonidan qat'iy nazar shtat birligi asosida bir shtat birligida mehnat faoliyatini boshlaydi va faoliyatini davom ettiradi. Bugungi kunda maktablarning o'quvchi soni holatidan kelib chiqib 400 nafargacha bo'lgan maktablar alohida guruhga, 880 nafargacha bo'lgan guruhdagi maktablar alohida guruhga birlashadi hamda 880 dan 1600 va undan yuqori bo'lgan o'quvchisi bo'lgan maktablar alohida guruhlarga birlashishligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu o'quvchilarning sonining kam yoki ko'pligi maktabdagi ishchi xizmatchilarning sonini belgilab beradi hamda direktorning o'rinbosarlarining shtat birliklarini belgilab berishligiga xizmat qiladi. Xususan, maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari faoliyat yuritadi. Bu o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari o'z o'rnida boshlang'ich, o'rta va yuqori sinfdagi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari bo'lishligi mumkin. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bu maktablarda bevosita boshlang'ich, o'rta va yuqori sinflardagi direktor o'rinbosari, ya'ni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lishligi belgilab beriladi. Sababiki biz yuqorida qayd etdik, maktabning qaysi guruhga kirishligidan kelib chiqib, maktabda mana shunday shtat birliklari tashkil etilishligi mumkin ekan. Ya'ni maktabda o'quvchilar soni qanchalik ko'p bo'lsa, sinflar soni ham shunchalik ko'p bo'ladi. Tabiiyki sinflar soni ko'p bo'lganlik hisobiga direktorning o'rinbosarlari, ya'ni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarining shtati ham shunga munosib ravishda ko'pligini, ya'ni 3 tagacha bo'lishligini belgilangan tartibda amalga oshirishligini ko'rib chiqishligimiz mumkin. Ana endi maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari hamda tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari ham shtat birliklari birgalikda, muvofiqlikda ishni tashkil etadi. Qaysi ma'noda shu ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari maktabdagi bevosita ma'naviy, axloqiy, etik, estetik jihatlar yoki bo'lmasa vatanparvarlik ruhida o'quvchilarni darsga kelishlari, ketishlari, ularning kiyinishi yoki bo'lmasa ularning kiyinish uslublari bilan bog'liq bo'lgan mezonlarni nazorat qilishi va tadbirlar, davra suhbatlari hamda kitobxonlik kechalari va shu bilan bog'liq bo'lgan ishlarni tashkil etilishligi belgilab o'tiladi. Bevosita yuqorida sanab o'tgan maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim tizimidagi ishchi xizmatchilarning deyarli barchasida lavozim bilan bog'liq bo'lgan majburiyatlar, kasb bilan bog'liq bo'lgan majburiyatlar alohida belgilab berilgan. Bularning barchasi davlat ta'lim standartlariga muvofiq bajariladi va tashkil etiladi. Direktorning lavozim majburiyatlari ham alohida mezonlarga asoslangan holatda tashkil etiladi. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorlaridan talab etiladigan eng muhim xususiyatlardan biri bo'lgan tushunchalar quyidagilar hisoblanadi. Bular umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori, ya'ni oliy ma'lumotga ega bo'lishligi, faoliyatda umumiy rahbarlik qila olishlik xususiyatini inobatga olgan holda ulardan pedagogik staj talab etiladi. Ya'ni 5 yillik pedagogik staji bo'lgan taqdirda umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimini egallashligi, direktorlar kengashidan o'zining maktabini qay darajaga olib chiqa olishligi haqida chuqur bilim, malaka ko'nikmalarini o'zida ifoda etgan dasturni e'lon qilgan holatda, tushuntira bera olgan holatda lavozimga tayinlanishligi mumkin hisoblanadi. Ya'ni maktab direktori bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsdan biz quyidagilarni talab etishimiz mumkin ekan. Ya'ni 5 yillik pedagogik staj, oliy ma'lumotga ega bo'lishligi, til ko'nikmalariga ega bo'lganligi ustuvorlik beradi. Ya'ni xorijiy tillarga ega bo'lsa, qolgan nomzodlardan ko'ra ularning demak ustuvorligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi qonunchilik tuzilmasi bilan bog'liq bo'lgan normativ hujjatlardan xabardorligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida demak o'zgarishlar bo'layotganligi, ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalarni qo'llanayotganligini ko'rishligimiz mumkin va bunda direktorlardan talab etiladigan eng muhim xususiyatlardan biri bo'lgan tushuncha ham bu menejerlik sertifikati hisoblanadi. Ya'ni bu yangi tushuncha bo'lsa-da, lekin bu qaysidir ma'noda direktorda boshqaruvchilik va boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan bilim ko'nikmalarining mavjudligi eng muhim xususiyatlardan biri hisoblanadi. Quyidagi tushuncha ham mavjud bo'lib, bu narsa O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunida o'z aksini topadi. Ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga muvofiq, ilgari agar qaysidir ishda ishi ko'rib chiqilib sudlangan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilganligi izohlanadigan bo'lsa,
maktab uchun rahbarlikda tanlovda ham yoki bo'lmasam unga lavozim berish imkoniyati ham cheklanishligi kerakligi to'g'risida qoida keltiriladi. Ya'ni bu ta'lim to'g'risidagi qonunning 28-moddasida o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Oliy ta'lim kadrlar tuzilmasi va uning faoliyati. Oliy ta'lim demak bu uzluksiz ta'limning navbatdagi bosqichi hisoblanib, bevosita oliy ta'limda faoliyat yuritadigan quyidagi tarkibiy bo'linmalar yoki bo'lmasam tarkibiy bo'linmalarning ishchi xizmatchilarini ko'rishligimiz mumkin hisoblanadi. Mavzuyimiz doirasida keladigan ma'lumotlarning deyarli barchasida kadrlarning tuzilishi, ularning lavozimi va majburiyatlariga alohida to'xtalib o'tdik. Eng so'ngida biz oliy ta'lim va u bilan bog'liq bo'lgan kadrlar tuzilmasi qaysilar ekanligini bilib olamiz. Oliy ta'limda quyidagi lavozim va majburiyatlarga ega bo'lgan shaxslar faoliyat yuritadi. Bular oliy ta'lim muassasasi rektori yoki filial direktori deyiladi. Ya'ni filial direktori deyilishining sababi ham quyidagicha izohlanadiki, ya'ni oliy ta'limning qamrovi, faoliyati, yo'nalishi kengayib borgani sayin boshqa hududlarda ham uning filiallari ochilishligi mumkin. Va mana shu filialning rahbari direktor maqomiga tenglashtiriladi va o'sha muassasaning boshqaruvchisi hisoblanadi. Bundan tashqari, muassasada oliy ta'lim rektoridan farqli ravishda uning o'rinbosarlari, ya'ni sohalar bo'yicha prorektorlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu sohalar bevosita o'quv sohasi bo'yicha alohida, ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha sohadagi prorektorlik lavozimlari alohida hamda moliyaviy soha bo'yicha prorektorlar alohida faoliyat va lavozim mezonlari bo'yicha ish faoliyatlarini tashkil etadi. Quyidagi yana kasb sohalari, ya'ni lavozimidan farqli ravishda quyi iyerarxik tizimga ega bo'lgan kasb sohalari ham mavjud bo'lib, bular quyidagilar. Ya'ni oliy ta'limning muassasa rektori, prorektori va bosh buxgalter va undan keyingi o'rinlarda turadi. Yuridik byuro boshlig'i yoki bo'lmasam xodimlar bo'limi boshlig'i, fakultet dekanlari, ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i, kafedra mudirlari, professorlar, dotsentlar, katta o'qituvchi, stajyor o'qituvchi hamda texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Umumiy ma'noda mavzuyimiz doirasida keltirilgan ma'lumotlarning deyarli barchasida ta'lim tashkilotlari va ular bilan bog'liq bo'lgan barcha tuzilmalar faoliyatining mezoni va sohasidan farqli ravishda ishchi xizmatchilar faoliyat yuritganligini ko'rishligimiz mumkin. Ta'lim muassasalari va uning personali mavzusida ushbu ma'lumotlar havola etildi va ushbu ma'lumotlarning asosiy mazmuni ta'lim turlariga, ta'lim tashkilotining ishchi xizmatchilari va ularning faoliyati, lavozim majburiyatlariga alohida e'tibor qaratildi. E'tiboringiz uchun rahmat.